asosiy maqsad fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish va tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan bu lekin o'sha yo'lda muammo bo'layotib turgan yoki tushunmovchilik yoki pul masalasida muammo bo'layotgan bo'lsa ochishga o'shani gaplashib muammoni hal qilib ketamiz. Kreditni turlari bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, asosiy kredit rejalamizlar yo'ldo'ylarga tartib 312 bo'yicha maksimal summasi 300 million so'mgacha garantli, 300 million so'mgacha muddati 6,5 yil bo'lib qoldi. 6,5 2 yil, 21% erkaklar uchun, 19% ayollar uchun foiz stavkasi. 100 milliongacha o'sha garovsiz bersa bo'ladi. 100 milliondan teva uchun maksimum 300 million so'mgacha o'sha garov mol-mulk yoki avtotransport vositasida bo'lsa bo'ladi. Ikkinchi jismoniy shaxslarning kreditimiz mahalla loyihasi, bu maksimal summasi 50 million so'mgacha. Foiz stavkasi 25%, erkaklar uchun, ayollar uchun 23%, muddati 5 yil, imtiyozli davr 2 yil hisoblanadi. Bank plastik kartasi o'z hisob raqami o'zi shaxsiy hisob raqami orqali ochilgan bank plastik kartasi o'tkazib beriladi. Buni nimasi? Maqsad asosan o'sha loyiha paketi, ya'ni saytnoma tajribasi asosida xonadonda 3 ta paket olib berish uchun qilinadi. Agar mini kredit turlar bo'lgan bo'lsa, biznesga birinchi qadam 17 milliongacha maksimum summasi muddati 4 yil, imtiyozli davr 25% erkaklar uchun, 23% ayollar uchun hisoblanadi. Lekin bu summalarni asosiy maqsadi o'sha albatta xonadon tomorqasi, tomorqadan unumli foydalangan